Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Bugungi brifing orqali sizlarni xalq deputatlari Bag'dod tuman kengashining 2026-yilning birinchi yarmi yillik davomida amalga oshirgan ishlari hamda oldimizda turgan ustuvor vazifalar bilan tanishtirmoqchiman. Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan mamlakatimizda so'nggi yillarda xalq deputatlari mahalliy kengashlarining hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholini ijtimoiy himoya qilishga oid dolzarb masalalarni hal qilish bo'yicha vakolatlari kengaytirilib, xalq hokimiyatchiligini to'laqonli ro'yobga chiqarish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini takomillashtirish, ularning mustaqilligi va samaradorligini oshirish maqsadida mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hududiy boshqaruvni aholi manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida nomarkazlashtirish va xalq deputatlari kengashlari vakolatlarini muvozanatli taqsimlash, har bir bo'g'indagi mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining vazifa va funksiyalarini aniq belgilash maqsadida Prezidentimizning 2025-yil 23-iyundagi O'zbekiston Respublikasida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF 98-sonli farmonlari qabul qilindi. Xalq deputatlari tuman kengashi o'z faoliyatlarini mazkur qonun va farmonlari asosida amalga oshirib kelmoqda. Xususan, joriy yilning o'tgan davrida tuman kengashi faoliyati izchil va samarali tashkil etilib, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Kengash sessiyalarida dolzarb masalalarning muntazam muhokama qilinishi, ijro etuvchi organlar rahbarlarining hisobot va axborotlarni eshitish amaliyoti yo'lga qo'yilganligi, qabul qilingan qarorlarning elektron platformalar orqali rasmiylashtirilishi ochiqlik, oshkoralik hamda raqamlashtirish darajasini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Deputatlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari, ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlari orqali jamoatchilik bilan muloqotni mustahkamlash, aholi muammolarini o'z vaqtida o'rganish va hal etishga qaratilgan amaliy choralar ko'rilib, kengash qarorlari ijrosi doimiy komissiyalar va kotibiyat mas'ullari tomonidan qat'iy nazoratga olinishi ta'minlanmoqda. Joriy yilning birinchi yarim yilligida xalq deputatlari tuman kengashining 9 ta sessiyasi o'tkazilib, ularda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga oid 70 ta dolzarb masalalari muhokama etilgan hamda tegishli qarorlar qabul qilingan. O'tkazilgan sessiyalarda mahalliy ijro organlari rahbarlarining 43 marotaba hisobot va axborotlari eshittirilgan. Mahalliy kengash deputatlari tomonidan qonunlar, farmonlar va qarorlarda belgilangan vazifalar ijrosi 4 marotaba nazorat-tahlil tartibida o'rganib chiqilib, o'rganish yakunlari sessiyalarda tanqidiy muhokama qilingan. Tuman kengashi deputatlari tomonidan dasturlar ijrosi, saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda ko'tarilgan masalalar hamda joylarda aniqlangan kamchiliklarning sabablari va ularni bartaraf etishini ta'minlash bo'yicha davlat organlari rahbarlariga 57 ta deputatlik so'rovlari yuborilib, ijrosi nazoratga olingan. O'tgan 6 oyda deputatlar o'z saylovchilari bilan 165 ta uchrashuvlar o'tkazib, ko'tarilgan 219 ta muammoli masalalarning qariyb 86% belgilangan tartibda hal etilishi ta'minlangan. Deputatlar tomonidan so'nggi yillarda qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyati hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning targ'ibot qilish maqsadida televideniya va radio hamda ijtimoiy tarmoqlarda 750 dan ortiq chiqishlar qilingan. Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalarining barchasi ommaviy axborot vositalarida yoritilib, sessiyalarning jonli efirga uzatilishi ta'minlangan. O'tgan davrda xalq deputatlari tuman kengashining doimiy komissiyalari tomonidan ham tasdiqlangan ish reja asosida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. 2026-yilning birinchi yarim yilligida doimiy komissiyalar tomonidan 28 ta komissiya yig'ilishlari o'tkazilib, ularda 80 dan ortiq masalalar muhokama qilindi hamda tegishli qarorlar qabul qilindi. Hududlarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ijrosini samarali nazorat qilish hamda mahallalardagi muammolarni hal etish tuman kengashi deputatlarining mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligi ham
yo'lga qo'yilgan. Xususan 25 nafar tuman kengashi deputatlari joriy yil uchun dasturlarga kiritilgan 591 ta obyektlar va loyihalarga biriktirilgan bo'lib, deputatlar tomonidan barcha loyihalarning amaldagi holati o'rganib chiqilib, aniqlangan muammolarning mahalla yetiligi vakillari bilan birgalikda bartaraf etilishi ta'minlangan. Xalq deputatlari tuman kengashi tomonidan tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha dastur va yirik loyihalar sessiyalarida muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilinib kelmoqda. Xususan tuman kengashi joriy yilning mart oyida bo'lib o'tgan 18-sessiyasida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar, Obortuyut va Qorako'l mahallalari hamda tanlab olingan og'ir mahallalar Istiqlol, Qashqarmakeng, Dasht, Maylaboy, Yuqori Mirzobod, Samarqand, Do'rmancha, Qorovultepa va Zafarobod mahallalarida aholi yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun qulay muhit yaratish, solishtirma ustunlik yo'nalishlarini ishga solishga qaratilgan kompleks rivojlanish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan loyihalar muhokama qilingan. Muhokamalar natijasida kengashning tegishli qarori bilan Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalarda aholi yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun qulay muhit yaratish 2026-yilda davlat budjetida nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladigan loyihalarning manzilli dasturlari hamda tuman og'ir mahallalarining ixtisoslashuvi, geografik joylashuvi va boshqa infratuzilmaviy imkoniyatlardan kelib chiqib, solishtirma ustunlik yo'nalishlarini ishga solishga qaratilgan kompleks rivojlantirish manzilli dasturi tasdiqlangan va ijroga qaratilgan. Tuman kengashi deputatlari tomonidan joylarda o'tkazilgan o'rganish va saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar davomida aniqlangan muammo va takliflar asosida hududlarni rivojlantirish uchun ajratilayotgan mablag'larning maqsadli sarflanishi deputatlar tomonidan alohida nazoratga olib borilmoqda. Albatta, erishilgan har bir yutuq o'zimizniki, ammo hali qilinish kerak bo'lgan ishlar ham talaygina. Zero hayot davom etar ekan, hududlarni rivojlantirish, aholini talab va ehtiyojini to'la qondirish bo'yicha yangi vazifalar ham paydo bo'laveradi. Bu holatni o'z vaqtida ilg'ash uchun tuman kengashi deputatlari doimo xalq ichida bo'lishi lozim. Qolaversa, tuman kengashi vazirlik va idoralarning quyi bo'g'inlari bilan joylarda yangicha yondashuv asosida ishlashi davrning muhim talabidir. Ish faoliyatimizda ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratmoqchimiz. Maqsadimiz belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni to'la ro'yobga chiqarish orqali tumanimizni har jihatdan rivojlantirish va xalqimizni rozi qilish. Buning uchun salohiyat, kuch va imkoniyat yetarli. Barchamiz o'z ishimizni tanqidiy baholab, uni butunlay yangicha tashkil etish, vatan va xalq manfaati yo'lida yakdil va hamnafas bo'lishga intilsak, ishonchim komilki, ko'zlangan rejalarga albatta erishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.